Bizga datomizga gemofilajistga bir kanalda ishlash aytgan o'g'illar orasida Morganing o'nikiga tenglik aytadi. Demak bu nima krassingoga so'zib bergan bildiradi. Quloq suprasi osilganligi dominantga qo'shilganligi ustidan. Demak aytdi. Oilada erkakda gemofiliya va daltonizm mavjud va quloq suprasi nima qo'shilib ketgan. Ayolni aytmadi, lekin tug'ilgan farzandi daltonizm va gemofiliya sog'lom dedi. Demak u onadan olgan bu genni, onadan olgan va quloq suprasi bizga nimaga osilgan edi. Bitta kattasi onada bo'lgan. Onada kichkisi bo'lganini qayerdan bildik? Qachondir u turmush qurdi, daltonizm va gemofiliya bo'yicha sog'lom bo'lgan o'g'il va unda quloq suprasi nima edi? Osilgan holat edi. Lekin bular ikkalasining orasida tug'iladigan farzandi quloq suprasi qo'shilgan degani uchun mana bularni heterozigota yozdik. Bularni bilmasdik. Tushundingizmi? Heterozigota yozdik. Endi qaranglar. Bizga gamet olishimiz kerak. 12 Morganik dedi. Krassingover ayolda kuzatadimi erkakdami? Ayolda. Nima o'sha erkakda yo'q? Chunki bunda nima bor? Ana bunda anglashilib biladi. Bunda anglashilib bilmaydi. Buni normal gametlarni yozamiz. Buni normal gametlar ket. Pastdan ketadi. X katta D, katta H, katta C, X katta D, katta H, kichik C, Y katta C, Y kichik C. Onaning sog'lom gametalari ketgan. X katta D, katta H, katta C, X katta D, katta H, kichik C, X kichik D, kichik H, katta C, X kichik D, kichik H, kichik C. Bular no krassingover. Krassingoverlar nima beradi? Bitta joyni alishtiradi. Xo'p, keyin gametalar. X katta D, kichik H, katta C, X katta D, kichik H, katta C yana kichik C, X kichik D, katta H, katta C, X kichik D, katta H, kichik C. Bular krassingover. Necha foiz edi? Bularni Morganing. 12 mayli. Ko'ramiz. Endi qaranglar. 8 kara 4 nechta avlod olinadi? 32 talik avlod tug'ildi. 32 talik. İşimiz ko'paydi endi. Archa shartiga nima degan savolni? Yo'q, birinchi sharti ota-ona genotipini yozdikmi? Topshiriq yozdik. Mana buni gomo qilamizmi, heteroz qilamiz? Iloji boricha gomo qilamiz. Tushunibsizmi? Iloji bor, chunki agarda heteroqlarni kichikda kichiklar, bizga aytish kerak edi, qizlar orasida daltonik ham uchradi deyish kerak edi. O'sha aytilmagan o'sha ota-onani yoz degan ekanda, bunga nima qilamiz? X katta D katta H yoziladi. Qolgan joyim to'liq kamchiligi yo'q, ketdik. Ana endi qaranglar. O'tsiklarga avvaldan nima so'ragan bizdan? Sizga ushbu oilada yana tug'ilish ehtimoli bo'lgan farzandlarning gemofiliya va daltonizm bo'yicha sog'lom tug'ilish bo'limini toping. Demak, ushbu oilada gemofiliya va daltonizm bo'yicha sog'lom tug'ilish ehtimoliga nima dedi? Quloq suprasini aytdimi? Yo'q. Demak, asli shart qarang. Gemofiliya va daltonizm bo'yicha sog'lom tug'ilish ehtimolligi. Bitta belgilab chiqish kerak. Birinchi variantimiz. Demak, buni ham biladi, fe'l-katak to'ldiramiz, bitta to'ldirib chiqish kerak. Katta D katta H dan topish kerak. Masalan, mana bu taraf hamma katta D katta H. Tepadan pastga tushguncha. Bu ham katta D katta H. Qo'yib, yana boshqa bu tarafda yo'q. Endi bu tomonga qarab ketishda yana katta D katta H. To'g'rimi? Va yana pastda mana bu ham katta D katta H. Boshqa bormi? Shuni ehtimolligi dedimi? Endi qaranglar. Krassingoverga uchraganlar mana bu tomonda. To'g'rimi? Shularning hammasi necha foiz edi? 12% edi. Krassingoverga uchramaganlar bu tomonda. Bular necha foiz qoladi endi? 100 dan aytsak 88%. Katalogga foiz belgilab chiqishimiz kerak. 88 ni nechiga beramiz? Yo'q, nechta organizm bor? 88 ni 16 ga berasan. Yo'q, 12 ni 16 ga berasan. Bunda har bitta katalog qiymati 5.5 ga teng ekan foizdan. Bundachi 12 ni 16 ga berasan. 0.75 ga teng ekan. Xo'p, sertifikat kataloglarimiz 1 2 3 4 5 ve 8 ta 8 ga 0.5. 6. Demak, mana bu yoqqa 12 ta katalog, 12 kere 5 yarim. 66. Demak, 12 ko'paytirilgan 5.5
plus 0.75 ko'paytirilgan 8. Jami necha foiz? 72 foiz. To'g'rimi? Ana bu asl shartimiz edi. Qo'yib becha shartimiz. Tug'ilish ehtimol bo'lgan farzandlarning necha foiz geometriya bo'yicha sog'lom, quloq suprasi osilgan bo'lishi mumkin. Endi bizaga katta H bo'lsin dedi va quloq suprasi osilgan katta H bo'lsin va katta C bo'lsin. Qanday topish kerak? Tushunarli bo'ldimi, qanday topish? Tushundingizmi? Yana kattalarni topamiz, qiymat o'sha. Agar bu yoqdan bichga to'yib kelib qolsa 0.7 ko'paytiraman, bu yoqdan to'yib kelib qolsa 5 ko'paytiraman. Ikkalasini qo'shaman. Katta H, katta C larni qidirish kerak kattagidan. Masalan, bu kattagida katta H, katta C bor. Bu yoqda bor, masalan. Mana bu kattagida bor, bu kattada katta H bor, katta C yo'q. Buni olmayman ikkalasi dafaga. Tushundingizmi? Mana bunda olaman, katta C'si bor. Bunda olmayman, katta C yo'q. Tushunarli? Yana dars ketaveradi. Topamiz shuni. Stop qil, o'chirma stop qil. Qarang, demak, ikkinchi usulimiz payment qilmasdan nima bo'ldi bizaga boshqa savollar tushib qolsa shunaqa masala bundan keyin hozirdan qilimizni qilaylik. Boshqa masalalarda, kodlik masalalarda tez ishlash kerak bo'lsa, bundan maqsad payment to'ldirib turmaymiz. Buni o'zini alohida chekishtiramiz, bular buni o'zini oladi. Demak, katta C, kichik C, katta C, kichik C. Chekishtirilsa katta C, katta C, katta C, kichik C, katta C, kichik C, kichik C, kichik C. Bu qoldi. Buni chekishtirsak x katta D, katta H, y chetishgan x katta D katta H, x kichik D kichik H. Chetishganda normada chetishadi va buni klassifikatsiya qilib ham chetishtiramiz. Normadagilari bu bilan bu tushsa x katta D katta H, x katta D katta H bo'ldimi? X katta D demak katta H, x kichik D kichik H va demak x katta D katta H, y x kichik D kichik H, y bo'ldimi? Va klassifikatsiya berilgan. Endi buni bitta almashtirib yozganmiz. Almashtirsak x katta D katta H x katta D kichik H qo'yish x katta D katta H x kichik D katta H va x emas x demak katta D kichik H y va x kichik D katta H y bular klassifikatsiya beradi. Endi qara, buni nima qilasan endi? Bunda klassifikatsiyalikda proporsiyamiz qanday bo'ladi? Har 100 talik hisobidan olasan. Klassifikatsiya yo'llanish foizi 12%-ku. Buni har biri 3 ga teng qiymatini, ana bularni. Ko'kba yozganimni. 8 ni 12 ni ayirsak 8 ni 4 ga olsam, bularni har biri nechaga teng? 22 ga teng. 22 ga. Bundachi, bunda har 4 tadan falontasi hisobda o'qilamiz. Masalan, acha sharti. Hozir chegaramiz acha sharti. Gapingda. Achadan nima so'radi? Geometriya va daltonizm bo'yicha sog'lom, quloq suprasi, quloq suprani aql. Geometriya va daltonizm rasmotamiz. Qaranglar. Quloq suprani ahamiyati bo'lmasa, 4 tadan 4 kun berasan. 4 tadan 4 ta farzandni qolaveradi degani bu. Agar olsang quloq suprasi qo'shilgan desa, 4 tadan bittasi deb ketamiz. Agar quloq suprasi osilgan desa, 4 tadan 3 tasi deymiz. Aytilmasa, 4 tadan 4 ta ketirasan. Endi qarang. Geometriya daltonizm bo'yicha sog'lom, 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 sog'lom. Bu emas. Yana bu yoqdan. Bu yoqqa faqatgina mana bu sog'lom. Tamom. Bo'ldi. Tushunizmi? 3 ta 22, bitta 3. 100 tadan necha beradi? 3 ta 22, bitta 3. 9. U yoqqa aytib 4 tadan 4 tasi. Mana bular ko'paytiriladi. 400. 400 tadan 4 ga 69. 276. 100%, shuni foizga proporsiya qilsak x 69%. Tushunarli? Bo'ldi. Va 3 ta 22 talik. Organizm, ikkita 3 talik va 3 ta 22 talik organizm. Bular hammasi 72%. Buni demak 100 bar 4 va 400, 72 kara 4 288 foiz bo'lsa 100 ga x 72% chiqadi. Bo'ldi.